jannatga kirgizinglar der ekan. Parvardigor Jalla va Alo aytar ekan farishtalarga: "Ey farishtalarim, buni bir amallarini qayta bir ko'ringlar, hisob kitob qilinglarki, bir yaxshi amali bo'lsa jannatga kirsin." Farishtalar aytar ekan: "Ya Robbiy, biz bu bandaga muakkil qilib yuborilganmiz. Birimiz gunohini yozganmiz, biz birimiz savobini yozganmiz. Hatto og'zidan chiqqan har bir so'zlar yozilingan. Buni hech qanday bir yaxshi amali qolmadi. Hammasini biz taroziga qo'ydik" deganda, "Yo'q, buni bir amali bor sizlar bilmaydigan. Shu amal bilan bu bandani jannatga kirgizinglar" deganda, farishtalar hayron bo'lar ekan. "Ya Robbiy, biz yonida yurganmiz. Tug'ilgandan to o'lguncha biz bunga muakkil bo'lganmiz. Biz bilmaydigan qanday yaxshi amali borki, shu tufayli u jannatga kirsa" desa, bu doim yaxshi niyat qilib yurar edi. Shu yaxshi niyat tufayli buni jannatga kirgizinglar der ekan. Ya marhaba.